What the fuck? Bitta xonaga shuncha. Necha ketdimi? Bitta yomon urgim pip ketyapti-da. Prosta shuncha askarni oldiga o'zidan ketyapti floscha. Necha? Bu faqat kattakon guardlarda bazasiga. Pastda ham joylar bormi? Pastda ham joy bor ekan-a. Pastiga qanday kirsa bo'ladi? Wow! Buni olamiz-a. Let's go. Mana bu yerda ham sandiq. Nonlar, temir. Nima mana bu? Necha keyin ishlatib ko'ramiz-a. Rachka dushi. Bu yer ovqatlanish joyi ekan. Nice. Xo'p. Mana bu yerda ham non bor ekan. Mana bu kerak emas. Yo bolalar, addishi rahmat. Sizlarda rivojlanib ketdi. Boshqa sandiqlar yo'qmi? Yo'q. Menimcha yo'q. Xo'p, bolalar, endi biz mana bu katta qasrni bir ichida ko'raylik-chi. Nimalar bor ekan bu yerda? Yo'q, qiziqib ketyapman bu yerda. Qiziqaman-da. Sizlar uchun video chiqarsam, sizlar videoni ko'rib, kanalchalarimga obuna bo'lmasanglar. Nega? Shu plus oq tugmachani bosib qo'yish qiyinmi? Kanalga qancha obunachi ko'paysa, kuniga video bo'laveradi. Shuning uchun plus tugmachani bosib qo'ying. Mana nima uchun bittagina blok? Bola bu shader bilan ham o'zi Minecraft qotishni boshlayapti. Necha? What the fuck? Yellowstone, sariq tosh. Nima sariq buni? Qayerdan kirsam bo'lar? Hop, mana kirish joyi. What the fuck, bola? Hamma joy dahshat qilingan. Bassinini qaranglar biladi, dahshat joyda qurilgan. Asta tepaga chiqib ketaveraylik-chi. O'zi bu yaxshilar joyimi yo hech kim yo'qmi-kan bu yerda? Addishi bratlar, yaxshilik istab kelganmiz biza. Hello, motherfellow. O somonlar, o'p ketamiz. To'pora yo'qa boshlayapti bu yerlar. Xo'p, bu yerda nima bor? Kimsa sindirbon? Ovqatlar, suv kerak emas. O, bassin. Wow! Siqqina bassinga nima yetsin? Ye? O'tirsam ko'rinmas qoldi. Bo'yoniki xalat. Bo'lla. Yo, what the fuck? Bo'yoniki xalat ko'rinmas xalat ekan. What the fuck? Ari kerakmi bro? Bola sinab ko'rish kerak buni. Birota yomonni urib o'tirib olamiz. Qani ko'rarmikan bizani? Bashiringa yo'q. Yoki asta yaqinlashamiz o'tirib. Agarda ko'rmasa bu bizani katta omadimiz bo'ladi. Qo'limizdagini ham yashiraylik. Mana nima yo'qman men? Kimman men? Kimman meni? Hello. Xo'p, bolalar, bu tomonlar menga uncha yoqmay turibdi. Qanaqadir g'alati joylar. Xunuk joylar ekan, to'g'risini aytsam. Shuning uchun biz bu tomonga boramiz. Bu tomondan o'zi kelib ketsanglar, biz hali bormagan joylarimiz juda ko'p bu tomonda ham. Bolalar, mana bu askarlar sinab ko'rsangchi. Da, bolalar, hozir biz bironta Iron golemni urib qochamiz-da. O'rtimizdan kelguncha o'tirib olamiz. Qani bizdan ko'rarmikan? Qansan? Mana bu hammasi menga talash bitmaymi? 1 2 3. Kelyapti bu hali. Hali ham kelyapti mana bu. Mana yo'qoldim. Kelyapti. Tap. Xo'p, nima qila olasan endi bratishga? Bola hazillashyaptimi bu? Fuck, 100 sekund kutib o'tiraman endi. Ya'ni bola, bu 100 sekund, mana bu 100 sekund, mana buni bosayorsam mening narsalarim yo'qolib ketadi. Agarda buni kutsam narsalarim o'zim yo'qoladi, lekin biz endi boshidan boshlaymiz. A few moments later. Nima, aynan vaqtni kutguncha o vaqt asta o'tadi. A few moments. 5 minutes later. 20. 2000 years later. Meanwhile. 2 1. Let's go. Xo'sh, respawn. Qayerdaman men? 600 metr. Men qayerdaman o'zi? Stop. Narsalarim joyida, bu yaxshi. Bu birinchi boshlagan joyimizmi? Asab boru, yana men o'sha yoqqa boramanmi? Mayli bolalar, biz endi u tomonga bormaymiz a. Qo'ylar. Stop. Oq qo'y. Oq nusxadagi qora qo'y. Bro. Kitobcha. Kitobcha kerak emas. Bolalar kech bulla. Stop, mana bu yerda qanaqa struktura? Nima bu? Nima bu? Qo'ydan bir qanaydir ovozlar chiqibdi, qo'rqishli. Sindirsak bular? Okey, uyimizga dekoratsiya. Go. Ketdik bolalar, endi biz mana bu yerda ham qanaqadir strukturalar bor ekan. Biz endi o'lgan joyimizga bormaymiz. Bo'ldi endi. Yo'qlar ko'rib chiqdik. Ana bu yerda esa skelet bor. Biz endi bolalar, uxlab olishimiz kerak. Zombilar bizani bostirmaguncha ana bu yerda ham zombi bor. Ketdik, o'shani o'ldiramiz. O'sha yerda o'zi bitta ham zombi bor ekan. Kebrachga birga bir chiqasam. Bashiringa yo'q. O'ling. Gavol, endi biz mana shu yerda uxlab olsak bo'ladi menimcha. Bir tunni hech nima qilmasdan o'tkazamiz. Qaranglar, ertalab bo'lishini. What the fuck? Nice. O'sha yomg'ir ham yog'ib ketdi. Yomg'ir yog'ib tugadi ham. Wow! Bolalar, bu nima bu? Nima deyishim kerak endi men bu yerga? Gavol, endi biz bu orolda ketamiz. Odam to'yib ketdi bu orolda. Har xil narsalar, endi biz boshqa joylarga sayohat qilamiz. Ya'ni biz kema quramiz bolalar. Let's go. Va bolalar, biz kerak narsalarimizda mana bundan temir yasab olsak, okey bitta. Endi bu ikkita kerak emas bizga. Sen ham kerak emassan. Mana bu nima ekan? Qiziqdim. Nima bu? Nima qarab o'tibdi?
Nima bu buncha xunuk? Ha, qo'shdi iflos. Necha? Bu ham nima kerak narsa-yu? Kerak emas bu ham. Bu ham kerak emas. Ovqatlar kerak. Yo'q bola, endi biz boshqa joylarga sayohat qilamiz. Okey. Hop, sening kiyima tayyor. Wow. Ey, suzish animatsiyasi qani? Biz yangi joylarga sayohat qilamiz. O qo'l o'ynashini qaranglar. Nice. Bola, bizning birinchi ko'ringan orolchamiz. Xo'p, buni orqasida kattarog'i bo'lish kerak ana. Kattaroq orol, kattaroq. Puqam yo'q-ku. Necha? Bitta shu bu. Xo'p, bola, bu yerda suv xazinalari ham juda ko'p bo'lishi mumkin bola. Bo'lganida akulalar ham bor. Bizlar nima uchun xohlaganda yuribmiz? Bizlar nima uchun bunaqa sargardon bo'lib yuribmiz? Chunki bizlar bolalar o'zimiz yashab qolishimiz uchun chiroyliroq joy qidiryapmiz. Ya'ni ko'p resurslar bor bo'lgan joy topishimiz kerak va o'sha yerdan bizlar o'z chodirimizni yoki bazamizni qurishimiz ham mumkin. Baribir birinchi rivojlanish chodirdan boshlanadi. What? Oh, bola kiymacha. Let's go, mana bu yerda ham orol bor. Bu qanaqa kiymacha? Yarmi qani bu? Ha, bor ekan. Let's go. Buni umaramiz biz hozir. Bratishga o'g'illik xizmati keldi. O'g'illik xizmati. Tapal o'g'riman men o'zim. Bratishga o'g'riman men. Bol puling chiqar. Pullik qilib qo'ygan bu ham iflos. Nimalaring bu? O, baliq kerak. Qovuriyor kerak. Bu yerdachi? Wow! Bu kerak emas, nima kerak baribir? O, baliq tutgich, baliq tutamiz va baliqlar. Qolganlarida ham baliqlar bor ekan. Baliq. Bu baliqchi ekan-ku o'zi. Qaranglar qancha qirista baliq olib ketdim shu o'zi. Basharangga yo'g'im. Menga qarama. Nima boshing qimillatyapsan menga? Qimillatma boshingni, boshingni urib qo'yaman. O'zingga ketma, sakra shu yerdan. Sakra, tez sakra. Tush pastga yo'qol. Puxpon. Meni jon tushkisi kelmagan. Iflos, tush yo'qol. O'chiring, oyoq. Tush! Puxponmi? Qaytib chiqamaydi. Tepada eshitma yo'qmi? Ha, tepada eshitma yo'q. Yo, bola, endi biz bu yerdan ketamiz. Mana bu kichkinagina orolchani bir ko'zdan kechirishimiz kerak biz. Bu kichkinaga ham o'xshamayapti. Chunki ana bu yerda ham qanaqadir joylar bor. Okey. Xo'p ketdim men. Xo'p. Biz yangi joylarni kashf etamiz hali. Bola, bizda yana bitta portal bor va mana bu yerda qanaqadir toshlar. Wow, qo'ylar, let's go. Bu yerda buncha chiroyli joylar borlar. Mana nima edi? Ha, o'q ekan bu ekan. Er xotinlar. Wow. Mana bu yerda nimadir bor. Undan oldin esa biz mana bu portalga borib ko'rishimiz kerak. Chunki sandiq bo'ladi ana. Let's go. Suv boyliklari lekin juda ko'p ekan. Har xil baliqlar qo'shib tashlashgan. Bu yerda ham mana nima edi? Teleport. Nima bu qanaqa teleport? Katalist. Qurumas kiyim bor ekan bu yerda ham. Qanaqa kovboylarni bosh kiyimi, mana nima edi? Golden. Wow, cool. Nima kerak emas bizga bu yerdan? Nima kerak emas? Mana kerak emas mayli. Nima kerak emas narsa o'zi. Xo'sh, oltin olmadi wall bor ekan. Qaysini o'rniga? Bu hamma narsa kerak-ku. Bosh kiyim kiyib olaylik. Ha, okey. Bosh kiyim uncha yaxshi ko'rinmas ekan-ku. Mayli, bosh kiyim qoldirib ketamiz. Buni o'rniga oltin olmani olamiz. Okay, let's fucking go. Endi biz bemalol ana bu yerga borib ko'rsak bo'ladi. Vo, basharangga yo'q. Siz shuni qaranglar. Men hozirgina mana bu yerda qanaqadir chuqurlik ko'rdim. Mana bolalar, chuqurlik yo'qale. Bu qanaqa chuqurlik? Ha, bu issiq suv. Okay, necha? Lekin chiroyli qilib qo'yishgan-a. Siz umuman yangi joylarga kelib qoldik-ku, ha? Nice, baby. Qarachi bolalar, biz mana shu yerda ozgina qolishimizga to'g'ri keladi. Chunki biz bu yerlarni o'rganib chiqishimiz kerak. Bu yerda nimalar bor ekan? Chunki biz bu yerda yangimiz hozircha. Mana bunaqa issiq suvlar. Bizga sizlar kerak emas. Mana bu portal nima edi? Portal katalist. Bu portalga qo'yilayotgan narsa. Shuning bizga kerak emas. Chiroyli narsa ekan. O'rmon ichidan biz qayerda o'z chodirimizni qursak bo'ladi? Mana shu yerdan bolalar. Biz bir kunchalik mana shu yerda qolamiz. Ya'ni mana bu yerda o'z chodirimizni yasaymiz. Ya'ni bizning chodirni bilasizlar. Har doim bitta chodir yasayman. Oldin ko'rganlar o'zi biladi. Yaqinda ko'rganlar o'zi bilmas ham kerak. Shuning uchun men hozir sizlarga yasab ko'rsataman. Shuning uchun jimgina ko'rib o'tiringlar. Mana bu daraxt bizga xalaqit bilmaydi. Yo, bilmaydi. Mana bu yerni buzib tashlashimiz kerak bizlar. Okey. Xo'p, mana bularni olishga ham joy kerak bizga. Va bizga hozir birinchi o'rinda mana bu ikkita narsani mana bu yerga qo'yib turishim kerak. Okey. Bularni ol. Bu yerdan yo'qol. Puxpon misli. Mana bularni olamiz. Sinam yo'qol. Va endi biz o'zimizga sandiq yasab olamiz bola. Bu mana bundan non qilishimiz ham mumkin. Bizga dahshat-ku. Let's go. 48 ta non. Let's go. 64 va 5 ta non. Stop. Mana nima edi? Okey, bittasini o'tyoramiz keyin. Nima bu? Tuz bilan qo'shib yeylayotgan narsa. Kerak emas narsa yasab qo'ydim, sen ham kerak emas. Xo'p, bolalar. Biz endi bitta non evolib, o'sha kech bo'lyapti. Mana baliqlarni ham qovurib qo'yishimiz ham mumkin. Undan oldin esa temirlar qovurib qo'yamiz. Let's go. Bu pishirilmagan baliq stik yeb olamiz ikkita. Bolalar, o'sha kech bo'lyapti. Biz tezroq o'sha chodirimizni qurishimiz kerak. Mana bu yerdan bunaqa, mana bu yerdan bunaqa. O'sha katta bo'lib ketdi. Mana buni buzib tashlaymiz. Mana bu ikkitasini olib tashlaymiz. Okey. Let's go. Mana bizning chodirimizning arxitektorik narsasi. Qarochi bola, mana bunaqa bo'ladi. Qurilishi ham oson va yashash uchun jotki joy bu yer. Xo'p. Ha, stop, adashdim. Ming bora uzr. Nima deb taylaymiz, ha? Chodirimizni hali tayyor emas, kutmanglar. Chodirimizni tayyor. What the
fuck? Puxta qurib qo'ydim. Bunday qurilmaydi o'zi chodir. Bolalar, hazillashdim men. Umuman bunaqa qurib o'tirmanglar. Meni ikkirakka o'rgatdi deb bunaqa qurganlar ustinglardan kuladi bunaqa qursanglar. Shu ham chodirmi, tomku deydi. Shuning uchun bolalar, mana bu yerni buzib tashlaymiz a. Okay, u kich bulla. Juda qorong'i bo'lib Fakil esa o'la. Let's go. Mana bu yerga fakil. Endi obunachilar qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Chodir o'zi mana bunaqa quriladi. Mana buni lekin chodir desa bo'ladi. Ulayda. Mana bu yerga yeri tursin. Endi obunachilar biza nima qilamiz? Rishotga solamiz. Okay. Mana shunaqa qilasizlar? Yo, bu adashdim. Mana bolalar. Bizning rishotkamizda tayyor va mana bu yerga rishotka qo'yib qo'ysanglar, chotga chodircha. Mana sizlardan ikki-akkalardan live hack. Uy qurishga erinayotgan bo'lsanglar, prosta shunaqa chodircha qo'yib qo'yinglar. Mana bu ikkovi shu yerda turaversin. Yo, ichkariga qo'yib qo'yamiz. Chodir bekor qurdik va ichkariga turadi bular. Okay. Okay, ko'p bolalar. Endi biza mana bu yerga bitta verstak. Mana bu yerga bitta verstak. Okay. Ko'p bola, endi biza yangi olgan narsalarimizni sinab ko'ramiz. Ya'ni mana bu nima bu? Nima qani mana bu qo'l. Qo'l qayerga qo'yiladi? Ha, mana bu o'zi qo'lni bossak bo'lar ekan. Voy, ma bashiring yo'q. Ma bashiring yo'q. Ma bashiring yo'q. O bu urush uchun dahshat narsa ekan, qilichimizchi. 5, buchi. Bundan ko'ra qilich yaxshi-ku. Yo'qale, sinam yo'qal. Bu yerda nimadirlar bo'lyapti? Qushchalar suvga suzyapti. Xo'p, mana buni lekin haqiqiy chodircha desa bo'ladi. Yo'q, qani bitta mana bu yerdagi. What the fuck? Endi obunachilar biza bu yerni o'rganishimiz uchun qurol olishimiz kerak bitta. Yo, bismillah. Okay. Shader qani? Mana shader. Ulayda. O'zimiz yo'qolib, o'zimiz paydo bo'lib qoldi. To'g'risini aytsam, o'zim qildim. Mana shader ertalabki tong va bu qanaqa chiroyli manzara. Shaderni o'zgartiramiz. Eski shader yoqadi menga. Mana o'sha shader bolalar. Bizning eski shaderimiz. Bundan boshqasi bekor. Ulayda. Mana bu yerda ham somollar bor ekan ata. Lekin bizda ikkita olmush to'rtta non bor. Kerak emas somollar endi. Endi biz bu yerni o'rganishimiz uchun mana bu yerga mitga qo'yib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yerda yo'qolib qolmasligimiz uchun. Let's fucking go. Mana bizning mitgamiz chodir yo'qolib qoldi. Nafsha qilingan ulayda. Va biz o'tirsak hali ham yo'qolib qolamiz. Buni biz har sinab ham ko'rishimiz kerak yomonlik. Xo'p, bunaqa shader bilan o'ynash, bu shader bilan o'ynash baribir boshqacha bolalar. Biz qayerlarni o'rganishimiz kerak. Umumanchilar, biz endi o'rgangan joylarimizni rasm olamiz, ya'ni chiroyliroqda bir rasm olamiz deb Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Ya'ni biz qayerlarga sayohat qilsak, o'sha joylarni rasm olamiz. Ya'ni bu nima desam bo'ladi, fotografga o'xshaydi. Ya'ni chiroyli joylarni ko'rsak, rasm olib qo'yaveramiz. Va Telegram kanalimga o'tish uchun kommentda selka qoldiraman. O'sha yerda sizlar mening Telegram kanalimga o'tsanglar bo'ladi. Qayerda chiroyli joy bo'lsa, men o'z chodirimni aytamasizlar. O'z chodirimni bitta screenshot olib, ya'ni bu Telegram kanalimga arxivga olib ketadi. Mana shu joyni ko'rsanglar, Telegram kanaliga shunday o'tib, bu rasm olinayotgan joyni men ko'rdim deb yozib ketinglar. Qanaman. Mana daqiq qilamiz. Bu qanaqa bu? Qana Minecraft bo'ldi bu. Olingan screenshot. Wow. Chotki bolalar. Chotki modki. Xo'p, endi bolalar, obunachilar, endi biz bu yerlarni o'rganishimiz kerak. Bu yerda qanaqa maxluqlar bor, qanaqa nimalar bor. Biz hali bu yerni katta territoriyasigacha o'rganishimiz kerak. Ko'proq o'z chodirimizda olgan narsalarni olib kelishimiz kerak. O'sha men sandiq qurmadim hali. Chodirimizni rivojlantirishdan boshlaymiz. Mana bular nima edi? Nima bular? Ko'ryapsizlarmi, yangi narsa limonmi bu? Limon. What the fuck? Nima yeb ko'ramiz? Let's go. Go bolalar, biz o'zimizga bitta sandiq yasab olamiz va sandiqni qayerga qo'yamiz? Sandiq ochilam yo ochilmas ekan. Biz olamiz. Bu yerda o'z joy ekan. 2000 deydi ekanlar. Mana bu versagini buzib tashlaymiz. Okay. Короче, qaranglar. Buni ham buzib tashlaymiz. Noto'g'ri turibdi bu. Bu yerga verstak, bu yerga oddiy pechka va mana bu yerga sandiq. Mana bolalar, mana shunaqa taqlash kerak haqiqiy chodircha. Lekin uncha yemadi-yu. Farqisi bor. Farqisi bormi? Farqisi bor, to'g'ri. Xunuk tursa, uncha o'zimga ham yoqmaydi. Mana bu bilan o'zi buzsa bo'lar ekan, tekshirib ko'ramiz. Puxtadan ham buzilmaydi. Chiroyli turish kerak baribir. Mana buni olamiz. Короче, bolalar, buni mana bu yoqqa qo'yamiz. Yo, stop. Mana bu yoqqa turgan yaxshi. Pastda verstak, tepada sandiq va mana bu yerda oddiy pechka va tepada ovqat pechkasi. Okay, let's fucking go. Bu ochiladigan va biltirishni qaranglar. Mana haqiqiy qanaqa qo'yish kerak. Ikki-akkalardan o'rganinglar-da. Bizda 3 ta rishotka bor ekan. Buni ham mana bu yerga ishlatib qo'yaylik. Mana tasi kerak emas. Sandiqqa solib qo'yamiz. Shuning uchun sandiq kerak bizga. Mana kerak emas bu yerdan. Olmush to'rtta non. Mana bunisi solib qo'yamiz. Tosh kerak. Короче, bolalar, endi bizda asta-sekinlik bilan o'z ishimizni mana shu yerdan boshlasak bo'ladi. Chunki bu yer menga yoqdi. Hali bularga ketmayman bu yerda. Shuning uchun bizda har xil narsalar qurishimiz kerak bu yerlarda. Uzunmi mana bu? To'xtanglar, o'zi modlarning ichida nimalar bor? Juda ko'p narsalar ko'rdim modlarning ichida. What the fuck? Bolalar, bu yerda mebel modlari ham bor. Eng oson qurilayotgan mebellar. Bolalar, men bildim. Mana bunaqa kichkinagina rasmli ramka yasaymiz bolalar. Bizga faqatgina qo'y kerak bu yerdan. O'q qo'y kerak. Bizda o'q qo'y bor ekan. Let's go. Bundan oldingizsa bolalar, mana bu yerda ko'rib turganingizda yasalishi juda osongina stollar bor. Biz birinchi o'rinda mana shuni yasab ko'ramiz. Go. Mana bunaqa qilingan. Yo, stop. Mana
mana. Va mana bu yerga oddiygina bunday taqtab qo'ysak, bizga 3 ta stol beriladi. What the fuck? Mana bu yerga 2 ta stol. Wow, birlashib bitarkan-a? Gaming stol bo'ldi, qaranglar. Mana bu yerga kompyuter, xuddi meni kompyuterim turgandek turadi. Xo'p, buni olib tashlaymiz, baribir kerak emas. Va mana bu yerga bizda qo'y bor, qo'ychini. Va rasmcha qanaqa yasalardi? Mana buni qaranglar, cho'chqacha. Fuck, rasmchani topolmayman. Buncha ko'p narsa bor. Bolalar, mana bu yerda shkafchalar ham bor ekan-a. Qaranglar buni, yo sandiq. Sandiq bilan yasalar ekan bu shkaflar. Nima kerak? Sandig'imiz bor-ku. To'g'ri? Biz eng boshiga o'tamiz-da, boshdan qarab chiqamiz. Yo, globuslar ham yasash mumkin ekan. Stol yasash oson ekan. Buni esda qoldiramiz, stol yasashni. Bolalar kemalar ham yasasak bo'larkan o'zimiz, o'z qo'limiz bilan. What the fuck? Anchagina narsalar kerak ekan, lekin bu kemalar yasash uchun. Yo, what the fuck? Bir kunim o'tib ketadi. Yo, wow, mana bular nima edi? Nima bular? Qayerlarga bo'lganimi bular? Yo, mana bu yerlar bo'lmadim-ku. Kichkina rasmchalar. Yo, bolalar, biz o't topsak mana bunaqa narsa ham qilishimiz ham mumkin ekan. Easy ekan qilish bolalar. Buni qaranglar. What the fuck? Biz o't qidirishimiz kerak. Men boyaniki narsani mana bu yerdan topolmadim. Juda asab bo'lib qoldim, buni topaman deganimcha. Topaman desam, kecham tushib ketibdi. Uxlayman. Bolalar, men hozirgina ko'zdan kechirib chiqdim. Wow, atmosferani. Biz qilayotgan ishimiz juda ko'p ekan mana bu yerda. Biz hali bilmagan narsalarimiz tiqilyotibdi. Bu videoda sizlar bilan hammasini qilib ko'ramiz. Ya'ni biz bilmagan narsalarni qurib ko'ramiz. O'sha boya ko'rgan kichkina rasmchalarimni topolmayman. Boshqacha yotoqxonalar ham bor ekan mana bu yerda. Mana ular. A few moments later. Men asab bo'lib qoldim. Bog'ru o'shani topamaydigan uchun kerak emas unaqa narsalar. O'zimiz narsa yarataveramiz xohlaganda. Biz boya ko'rganimizda mana bunaqa narsadan stol yasagan edi. Qanaqa qilgandim? Mana bunaqa va tagiga ikkitagina stol. Cho'pimiz yo'q ekan. Cho'p yasab olamiz birinchi o'rinda. Ikkitagina cho'p va mana bu tipasiga mana bunaqa qilganda stol paydo bo'ladi. Okey, chotki. Endi mana bu yerga ikkita stolni qo'yamiz. Mana chotki. Va ulaydi. O'zim yaratgan joy lekin mening girlfriendim yo'q. Necho. Obunachilar. Endi bizga qaranglar. Men yangi narsani o'rgandim hozirgina. Yangi dutun chiqarayotgan mexanizmni, ya'ni biz ikkita sandiqlarni tipasidan dutun chiqarayotgan joy qilib qo'yamiz. Ya'ni qaranglar. Sizga atigi to'rttagina tosh kerak va menda mana bunaqa narsa bor va bundan biz dutun chiqarayotgan joy qilishimiz mumkin. Go. Bizning pechkalarimiz qayerda? Mana shu yerda ekan. Go bolalar. Buni yopamiz. Va tipasiga bitta bunaqa qo'yamiz va bu yerda o'sha pechgacha chiqib o'tiribdi. Wow, bu nima deyishim kerak endi sizlar? Nima qilishim kerak? Bunda boshqa ish nima qilolmayman. Va mana bu yerda qilmagan ishlarimiz tiqilyotibdi. Mana bu nima edi mana bu? Mana nima edi? Bularni umrimga ham qilolmayman. Wow, bolalar, buni qaranglar endi. Bu manzarani. Mana shu yerni olamiz faqat. Go, screenshot. Va bu screenshotlar Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Mana picture. Qanaqa qilinadi bu? Ko'rsat. Bu teparog'ida bo'ladimi? Nima ko'rsatmayapti qilinishini? Ko'rsat. Bunaqa daraxtlarning yo'q dedimi? Iflos. Voy, ko'rsatyapti. Bular ko'rsatyapti, demak bunaqa daraxtlarimiz yo'q bizani. Shuning uchun bolalar biz sal teparoqdan izlaymiz. Bolalar dahshat narsalar qilishimiz mumkin ekan. Mana bunaqa baliq topishimiz kerak bolalar biz. Mana bunaqa. Davay, bizda qarmoq bor. Qani qarmoqim? Mana biz o'shanaqa baliq endi ovlaymiz. Bolalar, biz tepaga ko'rgazmaga baliq ilib qo'yga chiqamiz endi. O'zi baliq qutilar ekanmi? Baliq kelyapti. Davay. O'shanaqa baliq. Nima bu? Kilam. Qali, menga qizil baliq kerak. Nima qilyapti? Zamaka o'ynab qo'yganmi? Baliq ovlash yaxshi. Mazza. Nega tutilmasligi asab. Akilla. Nima bashiring yo'q. Qanaqa baliq bu? Bu tuna qanday baliq bu? Asab boru, men charchab ketdim. Sen bu yoqqa edi. O'shanaqa baliq chiqmaguncha men shu yerdan baliq tutib o'tiraman. Oradan 3 soat o'tdi. Bu ham ilinmayapti-ku. Mana garang bu. Bu ulanni. Bunaqa baliqim na qiriyitda bu. Oradan 50 soat o'tdi. Baliqni pasi ham ko'rinmayapti. Iliningni. Ulaydi. What the fuck? O'zim tushib o'shani tutib kelaman men hozir. Qaysi bir senmisan o'sha? Baxtga. Bashiring yo'q. Qanaqa baliq bu hozir o'ldirgan? Qani? Bu boshqa ko'yi. Qani eski baliqlar? Men hamma joy yangi bo'lib ketgan. Mana. Bu shumi? To'xtalib bitta havoga yetishmay qoldi. Qani go? Va bashiring yo'q. Tushdimi? Qani? Bu nima bu? Bu kerak emas bizga. Bu ham kerak emas. Nima bu? Qani qayga tushdi? Ishchiringga yo'g'im. Shuncha qilayotgan ishim turib baliq ovlab yuribman men. Necha? Go'shti tushdimi baliqda bu ya? Mana bu boshqacha baliq-ku. Bashiringga yo'g'im. Bulle ketdim men, asab bo'lib qoldim. Boshqa baliqlardan qilaman. Sen yurda baq. Joying mana bu yerda. Bola obunachilar, endi biz boshqa baliqlardan ham, ya'ni o'qdan ham qilsak bo'lardi-yu, prosta qiyin kelmadi bunda. Mana bu ayiq chiqarkan bundan. What the fuck? Eng zo'ri kimi? Men tachroq ko'rmadim. Wow.